Rahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz muhtaram. Mana bu mahallede Toshko'tarma mahallasini mana ulug'lari, mana to'ra dadalarimiz, mana Abdubor akam ustoz, mana Mo'minali qorim, bu Saidxon, Abdufatto Kemal, Abdumutallib, bu do'stlarimiz, mana bu yerda kelgan aziz mehmonlar, bu bizni bugun 2025-yilni 6-aprel kunida bu akamiz yoshlari 60 yoshga yetishi munosabati bilan shukrona dasturxonni ehsoni solib, Allohga hamd va sano aytib, yana shu duo olish uchun o'tib ketgan dadalarini ruhoniyatiga, onalarning salomat bardavom bo'lishligiga, bu yo'ldosh tomonidan bo'lganlarga umuman bir so'z bilan aytganda duo olish uchun chaqirilganmiz. Bitta nasihat qilib, sizga amr ma'ruf qilishga hojat yo'q ekan. Hojat bo'lsa mana domlalar, mana imomlar hamma yo'lda gapirib beraveradi. Biz bu yerga duo qilish uchun kelganmiz. Nima uchun? Astaizu billah ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, men qabul qilaman degan Alloh. Duo shunday bir narsaki, har bir narsaning iligi bo'ladi. Qo'ydi ham, moldi ham, echkini ham, inson buni ilgi baquvvat ekan deb qo'yadi bir xil odamlar. Ilig bo'lmasa hech narsa o'rnidan turolmaydi. Ibodatlarda iligi shu duo bo'ladi. Shuning uchun bu duo olish 3 xil bo'ladi. Bilib olinglar, ey domlalar. Duo olish 3 xil bo'ladi. Duo qilish ham 3 xil bo'ladi. Ixtiyoriy duo deydi. Ixtiyoriy duo o'zingizga bir joyga o'tirib, tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin, bir duo qilib qo'yamiz. Buni ixtiyoriy duo deydi. Ikkinchisi majburiy duo deydi. Mana duo qiling. Onu duo qiling degan bir raislar bo'ladi, bir odamning asabiga tegadi. O'zi olaveradi duoni, uni o'tirib uni aytish shartmi? Bu nima ekan? Majburiy duo. Uchinchi duo mukofotli duo. Bugun Abdumutallib shu mukofotli duo qildi. Sabab qancha pulini sarflab, qo'ylarni so'yib, bu dasturxonlarni solib, hali somsa, hali monta, hali odam o'rma, bu ozmunchiq pul bilan paydo bo'lmaydi hozirgi kunda. Bildikki, bu duoni nima qilib olyapti? Sotib olyapti. Mukofotlab beryapti. Sizlar duoni quruqdan quruq qilib kelayotganlaring yo'q. Mana shu narsalarni mehr bilan, muhabbat bilan biz chaqirildik. Mana men Shahirxon hozir 50 kilometr joydan keldim. Bugun 45 kilometr joydan. Hammani ishi, ko'p odamning ishi vagon bilan bo'lsa, meniki eshalon bilan. Shuna talab chaqiruv ko'p. Buni o'zim bilaman-da, lekin